Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Turkiston Novostroykasi, ya'ni do'stlar Yunusoboddamiz. Novostroykaga natijani patolog qilsa bo'ladimi? Albatta videomiz ko'rsalar, bunga amin bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shep, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Xudoga shukr. Endi ko'pchilik qiziqadi, Novostroyka qurgan bo'lsam, tepasiga natijani patolog qilsam bo'ladimi deganlarga shu videomizda javob topadi. To'g'rimi? Xudo xolasa. Qani? Shep, bir ma'lumotini beraylik chiqani. Aka, bu ikki xonali joyga o'rilgan, glansli, gulli bo'lganda bu pechatligi. Juda ham chiroyli. Chiroyli chiqqanmi aka, Xo'jdaga? Zo'r. Chiroyli chiqdi, bor mana qarang. Aboylari bilan juda ham chiroyli chiqdi. Mos bo'lganda. Mos bo'lgan. Endi buni dizaynni kim tanlagan? Uy egalari tanlaganmi? Uy egalari o'zlari tanlab bergan. Uyda egalari o'zi dizayn tanlaganmi? Aboy tanlagan. Aboydan keyin qilgansiz. Aboydan keyin qilganmiz aka. O'zi bunda o'ziniki qanaqa bo'lardi bunda tepasida? Beton bo'ladi aka, beton bo'ladi. Beton bo'lgan. Misol uchun oppoq qilib qoldirsa ham bo'ladi, yo xohlasa mana bunday chiroyli qilib natijani patolog qilsa ham bo'ladi. Beton bo'lgan o'zi. Chornoboyda turgan beton bo'lgan. Endi buni plyus tomonlarini sanab chiqamiz. Natijani patologni. Aka, bu plyus tomonlari birinchidan chiroyi, ikkinchidan tez bitishi, uchinchidan daromadga yaxshi. Tez bitadi, arzonga chiqadi. To'rtinchidan bu 10 yil garantiyasi bor. 10 yil garantiyasi. 10 yil garantiyasi bor aka. Ana, gap yo'q. Lekin juda ham chiroyli chiqdi, bor-ku. Mana gulli qilib berganmiz. Endi ko'p joyga adnatonni qildik, bu joyga gulli tanlashdi. Gulli qilib berdik. Yonidagi rezinkalarni ham qo'yib berdik aka. O'zimiz. Rezinkalar. Lekin narxi kulgili narxda, arzon narxda. Arzon narxda, xudo xolasa. Bu kuxnyamizga ham qilib berganmiz. Agar tasavvur qiling, mana shuni gipsokarton qilgan necha pulga tushardi? Gipsogardon qilganda gipsogardon olish kerak, profillari, shurubi bor, usta topish kerak bo'ladi unga, malarkasi bor, uni rasxodlari bor aka. 3-4 kun ustani ishlatish kerak bo'ladi. Chang bo'ladi bu yerda. Bizning ishlarda chang bo'lmaydi. 3 soatda bitirib berganmiz aka. Mana shu holat 3 soatda. 3 soatda bitirib berganmiz. Narxini aytamizmi? Ayting. Narxi 2 xona 3 millionga bitgan aka. 2 xona 3 millionga do'stlar. 2 xona 3 millionga bitgan mana. Ko'rsalaring. Bu spalni kuxnyaga ham qilganmiz aka. Kuxnyaga ham ko'p odam so'rashadi, kuxnyaga bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Shu kuxnyani ham ko'rkazib boring. Mana. Ushbu Novostroyka do'stlar, mana ko'rsalaring mumkin. Kuxnyaga ham juda ham chiroyli chiqqan. Oshxona ham qilib berganmiz aka. Nimaga mos tushibdi? Qarang, aboyga. Aboyga. Mana. Однотонный aboy chiroyli patolog. Na rezinkalar ham cho'tka chiqqan, na pajarnilarni ham o'rnatib berganmiz aka o'zimiz. Pajarni ham o'rnatib berganmiz aka. Trubalari bor, trubalar joylaridan ham zo'r qilib chiqarib berdik. Yo, haqiqatan chiroyli chiqdi, mana. O'zlari tanlab berdi, o'zlari yoqdi, zo'r chiqdi. Uyda egalariga albatta yoqqan bo'lsa, uyda egasiga yoqdimi sizga? Ha? Aytavering mana, ya'ni mana. Xo'p, shunda hozir 1 kvadrat metr necha puldan qilib beribsiz hozirgi kunda, bugungi kunda? Bugungi kunda $1 $7 gullilar $12 boshlanish narxi. Boshlanish narxi. Lekin yana kelishamiz aka, sizning podpischiklaringizga 10% nimasi bor. Hali ham kuchida turibdi, skidkasi bor, 10% skidkasi bor. Do'stlar, akamizni birinchi videolarimizni o'sha ofislarda chiqarib o'tgandik. Keyin akaga aytdim, aka dedim, agar real qilgan ishlaringiz bo'lsa ko'rsataylik degan. Mana Yunusobodga keldik, mana realni qilgan ishlarini mana ko'rsatib o'tyapmiz. Oldingi videoda ham tashqariga qilganmiz, chiqaruvdik-ku. Oldingi videoda tashqariga qilganmiz, chiqarganmiz. Bu ichkariga qilganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hamma joyga bo'ladi aka. Sanuzulga ham, oshxonaga ham, tashqariga ham o'zingiz bo'lasiz. Yo'q bo'lyapsiz, qayerga nima qilib o'zingiz tushiryapsiz. Haqiqatda mana. Yo'q, realni chiroyli chiqqan. O'zingizga yoqdimi aka sizga? O'zimga shaxsan yoqdim. Yoqdi. Oshxonaniki sizga yoqdi? Mana uyda egalar yoqqan, endi uyda egalar o'zlarini ko'rsatib o'tirmaymiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tiyagan bosmaydi-da, bunga rezinkasi bor. Tiyaga bosib nima qilib rasul qilib o'tirmaydi, ichida rezinkasi bilan qilib berganmiz. Qarang, buni misol uchun agar chang-pang bo'lsa, bemalol artsa bo'ladimi? Artsa bo'ladi. Buni material haqida ma'lumot bering, u qanaqa material? Bu material rezinka bo'ladi. Endi ximikatlardan kelgan, chet ellardan keladi, o'zimiz bosib, nima qilib stanokda chiqarib razmerga kelib, o'zimiz stanok qilib beramiz. Endi ustalar ikki xil bo'ladi. Kimdir, misol uchun optim ulgurishni sotib olib, o'zlari qilib, ustiga pul qo'yib, endi xizmat haqini qo'shib qiladi. Sizda qanday? Yo'q, bizlar unaqa emas. Bizlar birinchi qo'limiz aka. Birinchi qo'l o'zingiz sexingiz bor, sexingizni chiqarasizda. 3 ta 4 ta seximiz bor aka. Qo'lingizda ustalar ham ishlaydi. Ustalar bor. Kelib ustalar qilib ketadi. Bizlar o'zimizning seximiz bor. O'rtakashmasmiz aka biz. Mana do'stlar ko'rishlaring mumkin. Kimga yoqdi? Oq glans bo'lganda bu, oq glans. Mana qarang, mana yaltillaydi-da, mana misol uchun, mana.
o'zi ko'rinadi, yerni nimasi ko'rinadi. Endi buni necha xil varianti bor? 10 mingdan oshiq varianti bor aka. 10 mingdan. Ha. Kataloglar bemalol tashib bersa. Katalog tashab beramiz, onlayn, offlayn ko'radi, o'shandan tanlab beradi, shunga qarab, razmerga qarab chiqarib beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Zakaz beruvchilar oldidan zakat olib qo'yasizmi, qanday bo'ladi kelishuvlar? Yo'q, hozirlari olayotganimiz yo'q. Borasiz, ishlab turasiz, keyin bitirgandan keyin hisob kitobni qilamiz inshaalloh. Mana do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Nima desa, o'zingizga bitta baho berasizlar. Xudo xolasa, ushbu xonadon kvadrat nechi? Necha kvadrat? 5 kvadrat. Bilmaysizmi? 43 kvadrat. Yo'q, 43 mi o'shanaqa deydi-da. 43 kvadratmi o'shanaqa deydi. 47 kvadratga ikkita xonaga hozir 3 million pul ketdi. Shuni pul ketgan. O'zing hisoblab bemalol aloqa qilib chiqaverasizlar. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Xudo xolasa bonuslar nima bor bonuslar? Shep? Bonusdan bo'ladi xudo xolasa, yana yangi yilga qarab bonus ham qilamiz. Keyingi videolarda uni ham aytib o'tamiz xudo xolasa. Shu do'stlar, bitta like bosib qo'yamiz hozircha 10% skitkani qilib turamiz. Bilasizlar, bizda o'zi optim narxda birinchi qo'l yaxshi ustalarni ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, akamizga murojaat qilaverasizlar, yaxshi narxda o'rnataverasizlar. Shep, yaxshini ko'rishamiz bo'lmasa, charchamang. Rahmat, Xurshid aka. Omad sizga. Charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.